Hammaga assalomu alaykum. Bu men. Har doim sizlarga chiroyli joylar ko'rsatmaydi. Shunaqa joylarni ham bitta ko'rsatib turay dedim. Qarasam, xolodilnikda sabzi yo'q. Men bugun morkovcha qilishim kerak edi-ku, ertaga zagotovka qilib qo'yishim kerak bugun. Bugun sabzilarni to'rkadan chiqarib, tuzlab yog'lab qo'ymasam, ertaga o'zimni to'rkadan chiqarib yog'lab qo'yadi nachalnik dedim-da. Ishlam kallab ketdi-da, borib skladga borsam, loy turpog'i bilan yotgan ekan sabzilar. Oldimda chaqin kelin bo'lib artib tashladim. Shu spetsialni loychilarga soldim-da sabzilarni. Ertaga hamma narsa toza qilib, keyin ko'z tegib netib, kasal bo'lib qolib, ishton qolib ketib, keyin puldan qolib ketib, yurmaysiz qilib dedim-da, shu birato'la shu xonamni bardaq bo'lib yotganini ham sizlarga videoga olib qo'ya qoldim. Har doim toza vaqtni ko'rasizlar. Bitta shu kir bo'lib yotgan paytni ham ko'rib qo'yinglar. Menga 1 kilo sabzi yetmayotgandi, mana tozalab keldim, to'rkadan chiqarib oldim. Menda 2 kilo 900 gram, bu 25 porsiya bo'ladi degani. Xullas, tuz sepdim, 1 qoshiq, 3 kiloga 1 qoshiq tuz sepib, aralashtirib yaxshilab olib qo'ydim 1 soatga. Keyin suvlarini siqib, so'q chiqadi o'zi sabzini shunaqa. So'qdan ajratib olganimizdan keyin bitta piyozni to'g'rab, qizil bo'lguncha, qizarguncha qovurib olamiz. Ya'ni piyoz dog' qilamiz yog'da. Va shu piyozi bilan sizlar qo'shsanglar bo'ladi. Domashniy uyda pishiradiganlar piyoz bilan qo'shsa juda ham mazali chiqadi. Men bu yerda piyozsiz qo'shdim, chunki bu yerda sotiladigan, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. O'tgan videomda sizlarga davomini aytib beraman degan edim. Xullas, bitta o'zimizni yurtimizda opa, mana hattoki o'g'riga ham chiqarib yomonlaganlar nachalniklarimizga. Svinina olib ketdi uyiga deb yomonlaganlar nachalniklar biladi. Что biz svinina umuman yemaymiz. Xullas, o'xshamagan yemagan hazillari keyin ko'p suv qilib, mana garderob nimamga, ya'ni shkafimga, kiyimlarim, formalarim turadigan shkafimga bir narsalar tashlab ketgan. Xullas, ketganida ham meni qarg'ab ketdi. Sen mendan ko'p oylik oladigan ishda ishlading, unaqa. Men ishlashim kerak edi seni o'rningda deb. Xullas, g'iybat bo'lmasin, suhbat bo'lsin deydi-yu g'iybatchilar. Shunaqa gaplar. Lekin juda ham yaxshi insonlarni, juda ham yaxshi opalarni ko'rdim. O'zbekistonlik musofir yurtda ishlab yurgan, guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi deganlaridek har xil odam bor. Men hozir birinchi uksus qo'shdim. Hammasi gram, opisaniyada yozib qoldiraman. Uksus, keyin koriander, kashnich urug'i maydalangan, ya'ni undan keyin ostriy peres, chuchut, achchiq, ya'ni qizil qalampir. Tuz qo'shmadim. Esinglarda bo'lsa 1 qoshiq tuz qo'shib qo'yib qo'ygan edim. Keyinchalik o'zingizlar ko'rib, tuzini rostlasanglar bo'ladi. Lekin men koreyskiy tuz qo'shdim, ozgina. Ajimoto deyiladi ruschasi. Bizda koreyskiy tuz deyiladi, uzunchoq. Undan keyin shakar qo'shdim. Shakarini yaxshigina qo'shiladi. Uni ham gramini yozib qoldiraman. Hidlari juda ham zo'r chiqdi, ta'mi ham juda ham mazali bo'ldi. Afsuski, buni ishtahvachar hidini telefon orqali yetkazib bo'lmaydi sizlarga. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Allohga omonat bo'ling.